2005-yil tender asosida yutib olgandim yerni. Oldin lalimini yutib oldim. Lalimidan keyin 2007-yil toklarni yutib oldim. Toklar yo'q bo'lib ketgan. Undan beri g'alla ekib, o'zim topshirib ishlayverdim tinchgina. 2009-yil yana qo'shib etdi. 2011ga yana qo'shdi. 14-yil yana qo'shib berdi. Qo'shib etdi, bo'ynaga 72 gektar bo'lib ketdi lalimim mana. Olmasang chiqib ketasan, bo'lmasa chiq. Arzayni yoz degandan keyin majbur bo'ldim olishga. 16-yildan boshlab bular yana toza oyoq sindirishga harakat qildi-da. G'alla ekib g'alla topshirdim. Pilla qilib pilla topshirdim. Ya bironta inson tinglamaydi. Barking bormi, yo'qmi deb, ya fermerlar eksin, yerim bo'lmasa tutni qayerdan ekaman? Tutni bermaydi. Bu yoqdan sotib olib kelib pilla qildim. Qiynalib. Har yili 27 yil pilla qildim. 27 yilga ichim kuyib ketdi pilla qilganimcha. Toklardan 27 tonnagacha topshirganman. Mana shu yilni o'zimdan zavodga. Bugungi kunlarga mana umma yerda talon-taroj qilib nima qilardi bilmay yuribman. Bizlarda ana shu tip hokimiyatmi, qaysi tashkilot kim yoqqa borsak ham tinglamaydi, bu yoqqa borsak ham tinglamaydi, yerimizni zaharaga olib, bizlarni shu chiqaryormoqchi. Umuman noqonuniy zaharaga chiqargan. Oilam ham, men ham yerni topshirish bo'yicha umuman hech kimga ariza yozganimiz yo'q. Bitta hozir soxta ariza bilan bitta yerimni zaharaga chiqarishga shu bitta ariza bilan asosga o'tiribdi. Bitta arizaga 3 xil familiya turibdi. O'zlari pechatni, birovni pechatini bosgan unga. Mani nomimdan yozgan ariza soxtalashtirilgan. Mani familiyamni umuman qo'ymagan, faqat lekin Nasiba degan otim o'chmagan. Ne yozib ketgan. Tuycheva ne degan, Amirova ne degan, To'xtayev ne degan hammasiga ne bor ekan. Qashqadaryo viloyat sudlari, ma'muriy sudlari, fuqarolik sudlariga murojaat qildik. Umuman hech kim tinglamayapti bizlarni. Mana shu daraxtlarni faqirlab, bolalarim bilan faqirlab sug'arib, mana shu holatga keltirdik. Mana o'zi buyog'i mana sovuq bo'lmay, o'zi quriy boshlayapti. 20 yildan ziyod mana shu yer deb mehnatimizga ichim achyapti. Dardimni kimga aytishni bilmayapman. Yerda auksiyanga chiqarganim yutgandan keyin 21-yil keldi-da. Yutib olganimiz chiqasan deb bermadim. O'shandan jim bo'lib ketdi. 23-yil keldimi yana? 23-yil kelib traktor soldi. Haydab tashlayman deb. Yo'q, qo'ymadim. Traktorni oldiga tushib oldim. Qani dedim, hayda qani dedim. Haydasang meni ham qo'shib haydaysan, chiqasan dedim. Keyin prokuraturani olib keldi. Prokuraturaga ham bermayman dedim. Arza yozdida yozmayman dedim. Bermayman ham, arza ham yozmayman dedim. Sud bo'ldi, qaror ham chiqardi. Sud ham keyin prokuraturaga oshirdi. Prokuratura qarorni chiqardi. Yana ular taraf bo'lib turibdi. 20 yildan beri ishlayapman. U kelin shu yil tushib kelyapti, shu darrov yutib olyapti. Mana ishlagan haqim, ishlagan anavim ko'rinmaydimi yerga? Zinnamirlarga boraman, to'g'rilab beringlar yerimni. Nayrang qiladi. Bugun ham enaman, erta ham enaman, yo'q. To'g'rilab bermadi. Hozirgi vaziyatda yerimni olish bilan bo'yapti-da. Sudga berganman tinglagan yo'q. Prokuratura ham tinglagan yo'q. Sud ham, ma'muriy sud ham tinglagan yo'q. Faqat yerni olmoqman.
yerimni shunga bag'ishladim. Boqqa. Yana shu bilan yerimni yutib olganlar o'zini o'rniga o'zini qo'yib ko'rsin qani. Qaytib ana qiladi. Men bu anavda oldirib katta qilganimcha ichim kuyib ketdi-ku. To bis etib ekib ko'kattirib qo'ygan yerimni beramanmi? Bermayman baribir.